Bilamizki, ko'pchilik musofir yurtga ishlash maqsadida keladi. Shular qatorida oilaviy kelganlar ham mavjud. Ularning albatta farzandlari bor. Tabiiyki, ish bilan bo'lib, ularning farzand tarbiyasida vaqti ham bo'lmaydi. Shu sababli qayg'urishadi. Qayerda farzandimni to'g'ri tarbiya bersam va qayerda o'qitsam kelajagini o'ylashadi. Hozir bu video aynan sizlar uchun bitta like bosib, kengroq musofirdagi do'stlarimizga tarqatib qo'yamiz degan umiddaman. Ismingiz nima? Amirxon. Bu yerda qanchadan buyon o'qiysiz? 3 yildan beri. Nimalarni o'rgandingiz? Matematika, o'qishni, russkiy yazikni, hammasini o'rgandim. Shukronaxon, yoshingiz nechida? 6. Bu yerga kelib nimalar o'rgandingiz? Harflarni o'rganganman, chizishni o'rganganman. Imronbek, qayerdansiz? Tojikiston. Bu yerga kelganingizga qancha bo'ldi? 1 yil. Nuri Muhammad. Qayerdansiz? Qirg'iziston. Ustoz, assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Bu yerda o'quvchilarga nimalar o'rgatiladi? Мы преподаем русский язык, математику, полностью школа России. Добавок к этому у нас, так как мусульманская школа, мы преподаем ислам, ахляк, история пророков. Все эти уроки, которые нуждаются наши соотечественники. Men sizlarga qisqa qilib, o'zimizni jaydaricha qilib, o'zbekcha qilib tushuntiradigan bo'lsam, mana shu farzandlarimizga matematika, chizmachilik, arab tili, hattoki Qur'on, payg'ambarlarimizni tarixi, axloq, odob, ya'ni tarbiya haqida ham gap ketyapti. Undan tashqari bu yerda namoz o'qishni ham o'rgatishar ekan. Shuning uchun sizlarga ozgina bo'lsa-da foydali bo'lsin degan maqsadda ushbu videoni chiqaryapman. Marhamat, o'z farzandlaringiz bilimi va tarbiyasi chetda qolmasligi uchun ushbu manzillarga kelib yoki ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishlaring mumkin.